Mana eng qiziq joyi. Qo'ylar hayotining eng qiziq joyi. Ular bu narsani juda ham yaxshi ko'radi. Haqiqatdan bunga bir o'rgangan qo'ylar keyin uncha narsani tanlab yeydigan bo'lib qoladi. Nafaqat qo'y, mol ham shunaqa. O'z moli uncha yemni tanlamaydi, lekin gidroponika usulida yetishtirilgan yemni yesa, keyin qolganini tanlab yeydigan bo'lib qoladi. Uni hovliqib tushirib olishadi ham ba'zilari. Xullas boshlandi. Qo'ramizda kechqurungi tanovul. Ba'zilar aytadi, aka siz faqatgina tasvirga olish uchun shunaqa yem berasizmi deydi. Yo'q, tasvirga olish emas, bu doimiy, kundalik. Mana ko'rdinglar, kundalik shunaqa yem beriladi. Faqat hozir bitta muammoyimiz, 2 mahal bera olmayapmiz. Endi bu gidroponika uskunamizni quvvati yetmayotganligi uchun bir mahal ishqorli suvda undirilgan, yuvilgan aniqrog'i don bilan bir mahal har bitta qo'yga 1 kilogramm 100 grammdan hozir gidroponika mahsuloti beriladi. Narigidan ko'rdingizmi arashini? Betoqat bo'lib ketyapti. Olib kelguncha ham sabr qilolmayapti. Shamollab turibdi.